Sizni ham somoningizni, somon presingizni mollaringiz yaxshi yemayaptimi? Siz uchun eng zo'r variantni aytib ketaman. Assalomu alaykum, bizni Chorva.uz muntazam kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Hozir men sizlarga bir layfhakni o'rgataman. Yeyish ham yaxshilanadi. Atak bitta qolmasda ham yeydi mana. Mana buni ho'llagan. Endi yem sepganu, может быть kamroq sepgandir. Yana sizlarga hozir o'rgatib ketaman. Hozir trendda bo'lgan mana bunaqa drabilkalarimiz chiqqan mana. Mana shu tariqni olib o'tkazib, mana shu holatga keltirganmiz. Mana shu mayin setkadan o'tkazasiz, mana shu holatga kelib chiqadi mana. Qaramiz. Mana shunday etib sepsangiz ham mol yeyishi ham yaxshilanadi. Atak kepakdan ko'ra ancha kuchliroq. Foydasi katta. Albatta bizni kuzatishni davom eting. Bitta like bosib, podpiska tugmasini bosib qo'ysangiz, xudo xolasa bizdan chiqayotgan videolarni birinchiliklardan ko'rib borasiz.